Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Mana bugun antik Yunon faylasuflarini va ularning matnlarini, asarlarini ko'rishni boshlaymiz va eng mashhur asardan boshlaymiz. Bu asar Aflatunning Sokratesning himoyasi, Suqrotning himoyasi asar. Lekin bu asar bilasiz, 60 sahifalik bir dialog turkchasi. Men buni o'zbekchaga tarjima qildim. Faqat buni biz shunchaki ko'rmaymiz. Biz bundan oldingi, ya'ni Suqrotning oxirgi kunlarini anglatgan 4 ta dialogni ko'ramiz. Eutifron, ya'ni o'sha dindorlik haqida, e'tiqod haqida gaplashiladi. Keyin apologiya, Suqrotning himoyasi. Undan keyingi bo'lsa Kriton, ya'ni uning shogirdi Kriton Suqrot mahkum qilingandan keyin o'limga qochib ketishni taklif qiladi, qochirishni, lekin u o'sha davlatga va qonunlarga amal qilishini aytib qochmaydi. Bu haqida bo'ladi. Va oxirgisi bo'lsa ruh haqida, ruhning o'limsizligi haqida 4-dialogi. Biz bugungi videoda bo'lsa Aflatuni ilohiyning islom faylasuflarining, ya'ni musulmon faylasuflarining ta'biri bilan aytganda Aflatuni ilohiyning hayotini, asarlarini umumiy ko'rib chiqamiz. Keyingi darsimizda bo'lsa umumiy shu 4 ta dialog haqida gaplashamiz va dialoglarni boshlaymiz. Taxminan 6 ta dars bo'ladi. Taxminan umumiy Platonning hayotidan boshlab mana shu 4 ta dialogi 6 ta dars bo'ladi. Bu yerdan eng muhimi albatta Sokratning himoyasi. Undan keyin bo'lsa Platonning boshqa asarlarini, boshqa matnlarini, davlat, qonunlar kabi mashhur asarlarini ham ko'rib chiqamiz. Agar balki yana maqsak boshqa dialoglarni ham, boshqa asarlarni ham ko'rib chiqishimiz mumkin. Xo'p, Platon o'zi kim? Qachon, qayerda tug'ilgan, nima ish qilgan, qanday oiladan bo'lgan? Bugun shu haqida ozroq gaplashamiz. Tarjima qilgan kitobimdan shu yozib olganman. Shunga qarab endi to'xtamasdan gapirish uchun o'qib berishga harakat qilaman. Xo'p, Platon miloddan avvalgi 427 yoki 428-yillarda bahor faslining boshlarida Afinada tug'ilgan. Diogenes Laertiusning yozishicha, ya'ni bu biografiyachi, u onasi va otasi bir vazifa tufayli Aegina degan orolga borishadi va o'sha orolda tug'ilgan deydi. Unga bobosining ismi Aristokl deb qo'yilgan, bobosining ismini qo'yishadi. Biroq peshonasi, ko'kragi keng bo'lgani uchun gimnastika ustozlaridan biri bo'lmish Argoslik Ariston unga keng degan ma'noni bildiruvchi Platon taxallusini beradi. Qarang, Platonning yelkasi keng bo'lgan. U kurashchi bo'lgan. Umuman siz Yunon faylasuflari deganda aqlingizga kim keladi? Qanday odamlar keladi? Baquvvat, kuchli insonlar keladi, to'g'rimi? Chunki asarlarda shunaqa tasvirlanishadi. Nimaga bunaqa tasvirlanishadi? Chunki antik Yunonda gimnastika, kurash, ya'ni sport bilan shug'ullanish juda ham muhim hisoblangan. Nafaqat falsafa bilan shug'ullanish, ya'ni aqliy shug'ullanish, balki sport ham shu darajada muhim bo'lgan. Ya'ni bekordan bekorga antik Yunonda olimpiadalar o'tkazilmagan. Masalan, mana bu kitobdan qarasangiz ham qarang, faylasuflar qanaqa vujudini baquvvat qilib tasvirlashgan, chunki rostdan ham shunaqa bo'lishgan, ya'ni sport bilan juda ham shug'ullanishgan. Platon ham kurashchi bo'lgan va yelkalari keng bo'lgani uchun gimnastika ustozlaridan biri Argoslik Ariston shunaqa Platon, keng ma'nosini bildiruvchi Platon degan ism bergan, ya'ni taxallus bergan. Yoshligida sport bilan shug'ullangan, hatto Dikaerxning rivoyatiga ko'ra Istimiya o'yinlarida kurashda qatnashgan. Yunon faylasuflarining ismlari biroz qiyin, endi to'g'ri talaffuz qilishga harakat qilaman, lekin ancha qiyin. Buni to'g'ri tushunasiz deb o'ylayman. Otasi Ariston, otasining ismi Ariston bo'ladi. Bobosining ismi Aristokl bo'ladi. Otasi Ariston Afinaning afsonaviy podshohi Kodros va Messiniyalik Melatosning avlodidan bo'lgan. Onasi esa Periktione, onasining ismi Periktione bo'lgan. Onasi Periktione esa mashhur qonun chiqaruvchi Solon. Bilasiz, Solon qonunlari degan mashhur nima bor? Solonning avlodiga mansub bo'ladi. Platonning Adeimantos va Glaukon ismli ikki akasi, Platone ismli bir opasi bo'lgan. U hali bolaligida otasi vafot etadi va onasi Perilampesga turmushga chiqadi. Bu nikohdan Antifon ismli yana bir ukasi dunyoga keladi. Perilampes ko'plab marotaba Fors saroyiga elchi sifatida yuborilgan, ya'ni o'gay otasi. O'gay otasi deb, ukasi. Otasi, o'gay otasi nimaga? Elchi sifatida boradi.
Perikl bilan yaqin munosabatda bo'lgan, demokratik qarashlarga ega siyosatchi edi, biroq Platonning amakisi Harmit hamda onasining amakivachchasi Kriti Peloponnes urushidan so'ng kuchaygan oligarxlar qatlamining nufuzli arboblari sanalardi. Platon dialoglarda yaqin qarindoshlar haqida oilasi bilan faxrlanadigan bir zodagonning yondoshuvi bilan aytib beradi, so'zlaydi. Afina tarixidagi muhim rollar o'ynagan yaqinlarining ta'siri bilan u kichik yoshidan siyosiy, ya'ni siyosatga tayyorlanadi. O'gay otasi Prilampes va onasi tomonidan o'gay otasi va onasi qarindoshlari yordamida u ham demokratik ham oligarxik qatlamlardan siyosatga kirishi mumkin edi. Ammo har ikki qatlam ham Sokratesga qarshi bo'ladi. Sokratesning fikrlariga. Shuning uchun Platon Sokratesni juda ham yaxshi ko'radi. Lekin qarindoshlari, ya'ni ikkita qatlam ham, onasi tarafidan ham, otasi tarafidan ham bo'lgan ikkita qatlam ham nimani Sokratesni yoqtirmaydi. Shuning uchun Platon ham siyosatdan uzoqlashadi. Bitta narsani aytishim kerak. O'sha davrdagi Sokratesning hayotini, Platonning hayotini, asarlarini yana ham yaxshi tushunish uchun bitta narsa qilishimiz kerak biz. Menda bitta kitob bor. Antik Yunon tarixi, qisqa tarix degan, qisqacha anglatgan o'sha paytdagi o'sha boshqaruv tizimini, siyosiy tizimni, davlatlarning holatini, o'sha paytda bo'lgan o'sha forslar bilan bo'lgan urushlarni, bir-biri bilan bo'lgan o'rtasida bo'lgan urushlarni anglatgan qisqacha kitob bor. Agar xohlasalaring, yana ham yaxshi tushunamiz, tushunishni xohlasalaring, o'sha kitobni ham alohida dars sifatida ishlashim mumkin bu bilan birgalikda. Chunki o'sha davrning falsafasini, o'sha davrdagi siyosatni, nimaga Platon bunday fikrlar aytganini yana ham yaxshi tushunish uchun o'sha davrning siyosatini bilishimiz kerak. Agar kommentariyada xohlasalaring shu narsani yozinglar. Men o'sha kitobni ham o'zbekchaga tarjima qilib, birdaniga dars sifatida parallel ravishda olib ketishga harakat qilaman. Xo'p, grammatika, musiqa va gimnastikadan iborat bo'lgan Afinaning zodagon yoshlari uchun maxsus bo'lgan o'sha mo'ljallangan ta'limni oladi. Va olgandan keyin Aristotelesning aytishicha u Heraklitos maktabida yoki Heraklitos desak ham bo'ladi. Heraklitos maktabidan bo'lgan faylasuf Kratilosdan falsafa darslari oladi. Umuman Platonning hayotiga qaraydigan bo'lsangiz yoki boshqa Aristotelesning yoki Talesning, o'sha davrdagi faylasuflarning hayotiga qaraydigan bo'lsangiz, hammasi zodagon oilalar. Hammasi boy oilalar. Ya'ni falsafa qilishingiz uchun ikkita eng muhim narsa bo'lishi kerak. Birinchisi, ya'ni yana ham to'g'riroq bitta eng muhim narsa bo'lishi kerak, bu bo'sh vaqt. Agar bo'sh vaqtingiz bo'lmasa, falsafa qila olmaysiz. Bo'sh vaqt qanday bo'ladi desa, siz boy bo'lishingiz kerak otadan. Zodagon bo'lishingiz kerak. Ya'ni qorningizda o'ylamasligingiz kerak. Agar kuningiz qornida to'yg'ish uchun o'tib ketsa, siz falsafa qila olmaysiz. Dunyo haqida o'ylay olmaysiz. Axloq haqida, siyosat haqida o'ylay olmaysiz. Va zodagon bo'lishning yana bitta tomoni, siz siyosatga to'g'ridan-to'g'ri qatnashasiz. Siz siyosatning ichida bo'lasiz. O'sha paytda agar zodagon bo'lmasangiz, masalan, qul bo'lsangiz yoki hatto ayol kishi bo'lsangiz, siz siyosatga qatnasha olmaysiz. Chunki inson sifatida ko'rilmagan. Siz falsafa qilishingiz uchun albatta erkin, ya'ni qul bo'lmasligingiz kerak va zodagon, boy bo'lishingiz kerak, bo'sh vaqtingiz bo'lishi uchun. Xo'p, endi shu Kratilosdan falsafa darslari oladi. Keyin bo'lsa Sokratesdan oldingi faylasuflarning asarlarini tanib oladi bu orqali va dialoglarda ularga ham tez-tez murojaat qiladi. Ammo Platonni eng ko'p ta'sirlantirgan, hayotini shakllantirgan faylasuf albatta Sokrates. Tarixdagi eng mashhur ustoz-shogird juftligining ilk bor qayerda va qanday uchrashgani haqida bir anaqa yo'q. Gap yo'q, ya'ni Platon bilan Sokrates qanday uchrashgani haqida bir aniq ma'lumot yo'q. Lekin Diogenes degan bitta o'sha biografiyachi bir she'riy tarzda yoritadi bularning uchrashuvini. Sokrates bir tush ko'radi. Tushida bir qush ko'radi. Qush Sokratesning bag'rida yotgan bo'ladi va sekin qanotlari o'sib uchib ketadi. Va keyin ertasi kuni Platonni Sokratesning oldiga olib kelishadi shogird sifatida. Va Platonga sen o'sha tushimda ko'rgan qushsan deydi. Quqqu degan qush desak bo'ladi. O'sha bitta shu nima bor, ya'ni Diogenesning anglatgan she'riy tarzda uchrashuvni. Platon bilan Sokratesning uchrashuvini. Xo'p, Platon hech qaysi dialogida bevosita o'zini aytib turmaydi. Bilasiz, Platonning asarlarida, o'sha dialoglarda, matnlarida faqatgina o'zining ustozlarini va eng ko'p Sokratesni gapirtiradi, ya'ni. Shuning uchun ham Suqrot bilasiz, hech qachon asar yozmagan, ya'ni qo'lyozmada, ya'ni yozma ravishda bir asar yozmagan. Faqatgina bilasiz, u yoqdan bu yoqqa yurib gapirib yurgan.
undan keyingi insonlar, ya'ni Suqrotdan keyingi bo'lgan insonlar, xususan Platon yozadi va asarlarida Suqrotni gapiradi. Shuning uchun Suqrot tasavvuri, Sokrates tasavvuri har xil. Platonning asarlaridan qaraydigan bo'lsak, bu rostdan ham Platonning fikrlarimi yoki Suqrotning fikrlarimi bilib bo'lmaydi. Shuning uchun olimlar shunday qarorga kelishgan. Umumiy bitta fikr bor. Bu fikr shunday: Platonning erta davr, ya'ni yoshligida yozgan asarlarida to'liq Sokratesning fikrini yetkazadi. Kech davr asarlarida bo'lsa, ya'ni o'zi qarigan paytda, o'rta yosh davrlarda yozgan asarlarda bo'lsa deydi, Platon o'zining fikrlarini yozgan deydi. Sokratesni gapirtirib deydi. Shunaqa bir fikr bor. Xo'p, hatto Faydon dialogida ustozining hayotidagi oxirgi kuni uni ziyorat qilgan shogirdlar orasida o'zi bo'lmaganini ataylab ta'kidlaydi. Ya'ni Sokratesning o'limidan bir kun oldin ko'plab shogirdlari borishadi, Sokrates bilan suhbatlashadi, lekin ularning orasida Platon bo'lmaydi. Buni asarda aynan aytadi bu narsa. Ya'ni men ham bor edim demaydi, xullas. Platon Suqrotning Hermit va Kritias bilan qadimdan do'st bo'lganini aytib, bilvosita ravishda uni o'sha vaqtlardan boshlab taniganini tasdiqlaydi. Ammo yaqin doiraga kirishi ustozining 60, uning esa 20 yoshlarda bo'lganiga to'g'ri kelishini aytadi. Ya'ni tanigan bo'ladi yoshligidan, lekin u bilan aniq yaqinlashishi 20 yoshdaligida, u paytda bo'lsa Sokrates 60 yoshlarda bo'ladi deydi. Xo'p, bu davrda sofistlar xalqning qaror topgan qadriyatlarini shubha bilan yondashib, so'z san'atini rivojlantirib, har bir narsani muhokamaga ochgan edi. Sokrates esa har narsaga shubha bilan qarash natijasida yuzaga kelgan noaniqlikni yengish uchun mutlaq axloqiy qadriyatlarga asoslanib, haqiqiy donolikni izlash zarurligini himoya qiladi. Hal falsafa tarixi darslariga kelganda ko'rasizlar. Ko'ramiz sofistlarni. Sofistlar o'sha paytda kim bo'lgan? Shubhachilar bo'lgan. Ya'ni Sokrates hikmat degan narsa bor, to'g'ri degan narsa bor va hamma davr uchun o'tadigan to'g'ri, hamma insonlar uchun o'tadigan to'g'ri, hikmat bor degan. Sofistlar nima deydi? Sofistlar bilasiz, retorikani juda ham rivojlantirgan, so'z san'atini va insonlarga pulli dars bergan ilk pulli o'qituvchilar hisoblanadi. O'sha davrda Yunon mahkamalarida kim o'zini o'sha to'g'risini himoya qila olsa, o'sha to'g'ri deb ketganda. Ya'ni masalan shunaqa narsa yo'q. Sokratesda bo'lgan yoki Aristotelda yoki Platonda bo'lgan tushuncha yo'q. Ya'ni to'g'ri sendan mendan mustaqil degan to'g'ri degan narsa yo'q. Insonga qarab o'zgaradi, vaziyatga qarab o'zgaradi deydi sofistlar va insonlarni himoya qilishni o'rgatadi. O'zini o'zi himoya qilishni. So'z san'atini o'rgatadi. Sokrates bularga qarshi kurashgan. Platon ham bularga qarshi kurashgan. Keyin xullas shuni ham aytayapti bu yerda. O'sha davrda Afinani sharmandaga qoldirgan muvaffaqiyatsiz Sitsiliya yurishi unutila boshlagan, oligarxik 400lar to'ntarishi yuz bergan edi. Nisbiylik maktabining asoschisi sofist. Yani hamma narsa nisbiy deydi-da, sofistlar bunday aytganda. Ulardan eng mashhuri kim desangiz, Protagoras. 70 yoshni ortda qoldirgan edi. Suqrotning shogirdlaridan Euclid va Antisfen o'z maktablarini ochgan edi. Buyuk mutafakkir Aristotel tug'ilishiga hali 25 yil bor edi. Afina Peloponnes urushining so'nggi yillarini boshdan kechirayotgan, forslar ustidan g'alaba qozonilgan yirik g'alabalar esa hali unutilmagan edi. Perikl vafot etganiga 20 yil bo'lgan bo'lsa-da, oltin davrining ta'siri hali ham davom etayotgan edi. Platon ustoziga hayrat va muhabbat bilan bog'landi. U ilgari yozgan bir fojia to'plamini ustozining ta'sirida qolgan holda nashr ettirmaydi va chiroyli yozish qobiliyatini falsafa xizmatiga bag'ishlaydi. Ona tomonidan qarindoshlari ta'siriga ega bo'lgan oligarxik 30lar hokimiyati ustozining Salamislik va Leon ismli bir afinaliklarning nohaq hukmiga qarshi chiqqanida juda qattiq javob beradi. Xuddi shuningdek, miloddan avvalgi 403-yilda tiklangan demokratik tuzum ehtimol tarixda eng ko'p muhokamaga sabab bo'lgan sud jarayoni, ya'ni Suqrotning men bu kitobda ko'rib chiqadigan o'sha Suqrotning o'lim hukmiga mahkum qilinishi, Platon bu voqeaning ta'sirida siyosatdan uzoqlashadi. Mana shu Suqrotning o'lim hukmi bo'lgandan keyin siyosatdan uzoqlashadi va o'zini falsafaga bag'ishlaydi. O'zining falsafasini quradi va shu falsafaga bag'ishlaydi o'zini. Xo'p, Suqrot vafotidan keyin o'z falsafa maktabini tashkil qilgan ustozining sobiq shogirdi Euclid huzuriga boradi. U yerda taxminan 1 yil qolib Afinaga qaytadi va Misr, Italiya hamda Krena, ya'ni Liviyani o'z ichiga olgan
sayohatlarni boshlaydi. Ba'zi manbalarga ko'ra u Finikiyada Zardusht, Bobilda Muso haqida izlanishlar olib boradi. Hind va Akkad falsafasi bilan tanishadi. Italiyada avval Pifagorchilar faol bo'lgan Tarant shahriga boradi. Shahar boshqaruvchisi matematik Arxit uni orfizm e'tiqodi va Pifagoros ta'limoti bilan tanishtiradi. Bu yangi qarash Platonda o'z asarlarida matematika va geometriya tushunchalariga tez-tez murojaat qilishni uyg'otadi. Biroz o'sha birinchi matematikaning otasi, geometriyaning otasi Pifagor deyshadi-ku bizda. Ya'ni o'sha bu bilan o'sha sayohati davomida Pifagor tanishadi, Platon tanishadi. Umuman Yunon falsafasi deganda bizda shunaqa qarash bor. Xuddi yunonliklar hech qayerdan chiqmasdan izolyatsiya bo'lib, bir joyda o'tirib falsafa yaratgandek tushuncha bor. Unaqa narsa yo'q. Falsafachilar umuman, faylasuflar bilan o'sha davrda sayohatchi bo'lishgan va sayohatlari davomida Mesopotamiya fikr dunyosi bilan tanishgan, dini bilan tanishgan, Misr matematikasi bilan tanishgan. Matematikani ko'proq Misr Misr piramidlarining tagida nima yotibdi? Matematika yotibdi, geometriya yotibdi. Misrda matematikani o'rganishgan, Hind, Akkad falsafalari, ya'ni Mesopotamiyadagi falsafa bilan tanishgan, Xitoy falsafasi bilan tanishgan, biroz eski Yunon, antik Yunon dengiz ichidagi davlat hisoblanadi. Italiyaga, hozirgi Turkiyaning o'sha Misr, Izmir, Oq dengiz taraflarida bo'lgan bu davlatlar. Ya'ni tijorat kemalari kelib ketadigan, madaniyatlar bir-biri bilan to'qnashadigan joyda joylashgan. Ya'ni bekordan bekorga Yunonda, antik Yunonda falsafa bo'lmadi, chunki madaniyatlar to'qnashadigan joyda. Insonlar bir-birining madaniyati bilan shu joyda to'qnashishgan va diniy qarashlarni, fikriy dunyosi bilan tanishishgan. Va hammasidan nimadirlar olib, Yunon falsafasi o'rtaga chiqqan. Yunon falsafasi to'satdan o'rtaga chiqqani yo'q. Xo'p, Platon ham xuddi shunaqa sayohat qilgan va fikriga fikr qo'shgan, falsafasini kengaytirgan. Shu tarzda. Keyinroq Kartagaliklarga qarshi olib borgan urushlar orqali g'arbda Yunon madaniyatining himoyachisi sifatida tanilgan Sirakuza hukmdori Dionisiga tashrif buyuradi. Platon shahar boshqaruvida faol bo'lishni istagan hukmdorning qaynog'asi Dion bilan yaqinlashadi. Yaqin o'rtoq bo'ladi Dion bilan Sirakuzada va ehtimol shu sababli Sirakuzani tark etishga majbur bo'ladi. Qaytish yo'lida kemasi afinaliklar bilan urush holatida bo'lgan Ayagina oroliga kelganda hibsga olinadi. Hibsga olinib, qul sotilayotgan paytida Kreniyalik boy savdogar Annikeris 30 mina to'lab uni ozod qiladi. Platon Afinaga borganda do'stlari fidya pulni yig'ib berishmoqchi bo'ladi anu boy savdogarga, lekin u qabul qilmaydi. Keyin bu pul bilan nima bo'ladi? Platonning akademiyasi quriladi. Bu akademiya juda ham uzoq umr ko'rgan, 800 yilga yaqin adashmasam, umr ko'rgan muassasalardan biri hisoblanadi g'arbda. Miloddan avvalgi 387-yilda tashkil topadi. Bu akademiyaning kirish qismiga nima deb yozib qo'ygan bilasizmi? Geometriyani bilmaydigan hech kim kirmasin. Shu darajada muhim deb hisoblangan geometriya. Akademiyada gimnastika zallari, sinf xonalari, oshxonalar, yotoqxonada ya'ni talabalarning qolish uchun yotoqxonalar keyinchalik qurilgan. Ya'ni turar joylar mavjud edi. Maktabga Yunonistonning har tomonidan qo'shni mamlakatlardan ko'plab talabalar qabul qilingan. Bevosita Platonning o'zi o'sha davrning eng yutuq olimlari tomonidan falsafa, siyosatshunoslik, matematika, astronomiya, biologiya, fizika, geografiya va san'at darslari o'qitiladi. Akademiyaning kirish joyiga tahliliy tafakkur va nazariyalarni isbotlashning ahamiyatini ko'rsatish uchun bu aytganimdek geometriya bilmagan hech kim kirmasin yozuvi osib qo'yilgan edi. Tashqaridan kelgan o'qituvchilar orasida mashhur kinidoslik matematik Eudox ham bo'lgan. Akademiya bitiruvchilari o'z mamlakatlarining siyosiy hayotida muhim lavozimlarga chiqadigan insonlar bo'lgan, ya'ni falsafa sohasini egallagan yoki o'sha mashhur siyosatchilar yetishib chiqqan. Sokratning erkaklar bilan ayollar axloqiy jihatdan, bu joy muhim qarang. Sokratning erkaklar va ayollar axloqiy jihatdan teng ekani haqidagi ta'limotning ta'siri bilan ayol talabalar ham qabul qilingan. Bilasiz, antik Yunonda boya ham aytdim, ayollar deyarli inson sifatida ko'rilmagan. Buni Aristotelesda ko'proq ko'ramiz. Ya'ni potensial inson sifatida ko'rilgan. Akademiya asoschisi endi inson sifatida ko'rilmagan sal mubolag'a bo'lishi mumkin. Erkaklar bilan teng bo'lmagan. Masalan, Aristotelesning asarida insonlar ijtimoiy hayvonlar deydi-ku. Aslida u originali erkaklar ijtimoiy hayvonlar, ya'ni ayollar deb qaralmagan. Akademiya asoschisi yana bitta narsa aytishim kerak. Erkaklar deganda qaysi erkaklar? Boy, erkin, mulk sohibi, erkin insonlar. Yani qullar ham masalan inson sifatida ko'rilmaydi, bolalar ham inson sifatida ko'rilmaydi hatto o'sha davrda.
Akademiya asoschisi vafotidan keyin, ya'ni Platon vafotidan keyin ham faoliyatini davom ettiradi. Platonning jiyani o'sha Speusippos, Krenokrates, Karneades, Askalonlik, Antiox kabi yetuk faylosuflar rahbarligida u milodiy 529-yilgacha imperator Yustinian davrigacha qadimgi dunyoning eng muhim ta'lim muassasalaridan biri bo'lib qoladi. Maktab o'quvchilari orasida bu yerda 20 yilgacha bo'lgan 20 yilcha bo'lgan Aristoteles ham bor. Ya'ni Aristotel ham mana shu maktabda ta'lim oladi 20 yilcha. Miloddan avvalgi 367-yilda Sirakuz hukmdori, boya aytganimizdek, Dionisiy vafot etadi va uning o'rniga o'g'li, ikkinchi Dionisiy o'tadi. Platon shaharning boshqaruvida faol bo'lgan do'sti, boya aytgandik, akademiyadagi shogirdi Dionning taklifiga binoan Italiyaga boradi. U yosh hukmdorning ta'limini zimmasiga olib, falsafiy va siyosiy qarashlariga asoslangan shahar boshqaruv tizimini ishlab chiqishga harakat qiladi. Bir muddat Sirakuzada qoladi, lekin umidsizlikka tushib qaytadi. Miloddan avvalgi 361-yilda Sirakuzada yana bir bor omadini sinab ko'radi. Shundan so'ng esa butun diqqatini akademiyaga va dialoglarni yozishga qaratadi. U vafot etgan kuniga qadar, ya'ni miloddan avvalgi 348 yoki 347-yilda vafot etadi dedi. Yozishda va dars berishda davom etadi. Bugungi kungacha yetib kelgan vasiyatnomasiga ko'ra, u o'z boyligining ko'p qismini akasi Adeimantusning bir nevarasiga qoldiradi. Diogenes Laertius, ya'ni boyagi biografiyachi xabar berishicha, uning boyligi Aristotelning boyligidan kamroq bo'lgan ekan. Lekin boy odam bo'lgan Platon ham. Xo'p, endi asarlarga keladigan bo'lsak, kam o'zi qoldi. Platon asarlarining katta qismi bugungi kungacha yetib kelgan kam sonli antik faylasuflardan biri hisoblanadi. Bilasiz, boya ham aytdim, Sokratesdan oldingi faylasuflarning bironta asari yozma holda yetib kelmagan. Nimaga? Chunki so'zli bo'lgan. Shoirlar bo'lgan o'sha paytda yoddan bilishgan, so'zli bo'lgan, yozishga ehtiyoj bo'lmagan va yozishni yoqtirmagan, masalan, Sokratesning o'zi ham. Sokratesda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Shu Platondan keyingi davrda bu o'sha fikrlar ko'proq nimaga tushishni boshlagan, qog'ozga tushirishni boshlagan. Platonning ko'plab asari yetib kelgan. Ko'plab o'sha Platonning davrida ham ko'pchilik o'sha faylasuflar yozmagan, lekin Platon yozgan va yetib kelgan, ko'proq dialoglarni yozgan, faqat masalan darslarni, ma'ruzalarni qog'ozga tushirmagan Platon ham. Sokratesning ta'siri bo'lgan bu yerda. Lekin o'sha yozgan asarlarning deyarli hammasi yetib kelgan kam sonli faylasuflardan biri hisoblanadi. Xo'p, qadimgi davrlardanoq asarlari yozilgan vaqtlarda ham o'sha paytda ham, o'sha qadimgi paytlarda ham o'lgandan keyin darrov o'sha tasniflanishga harakat qilingan. Miloddan avvalgi 1-asrda yashagan imperator Tiberiy davridagi ziyoli va astrolog Trasilos tomonidan tragediya to'rtlamalaridan ilhomlanib tuzilgan ro'yxat bugungi kunda ham e'tiborga loyiq hisoblanadi. Ya'ni to'rtta asarlarni nima qilib chiqqan? Tasniflab chiqqan bu kishi. Bular nimalar? Ya'ni 9 ga bo'lgan, to'rtta qilib. Bugun biz ko'radigan degan biz birinchi mana shu 4 asarni ko'ramiz. Evtifron e'tiqod haqida, dindorlik haqida, din haqida. Apologiya, ya'ni Suqrotning himoyasi, Kriton davlat va adolat, umuman qonunlarga rioya qilish haqida. Boya aytdim, Kriton shogird keladida qochishni tavsiya qiladi, lekin Suqrot buni rad qiladi. Keyingisi bo'lsa Faydon. Feodon ham deyiladi. Bu ruhning o'limsizligi haqida dialog. Biz ko'rib chiqadigan 4 dialog mana shu. Qolganlari Kratil, Teatet, Sophist, Politikos, ya'ni siyosatchi, Parmenid, Felibos, Simpozium, Phaedros, Alkibiyat, ikkinchi Alkibiyat, Hipparchus, Erastay, sevuvchilar, ya'ni Theages, Harmit, Laches, Lysis, Eutidemos, Protagoras, Gorgios, Menon, Katta Gippi, Kichik Gippi, Ion, Menexenos, Cleitophon, davlat, Timey, Kriti, Minos, qonunlar, Epipnomus, maktublar. Biz bulardan qaysilarini aniq ko'rib chiqishimiz mumkin? Qaysilari? Bu 4tasi: Evtifron, Suqrotning himoyasi, Kriton, Faydon, davlat, qonunlar, maktublarni aniq ko'rib chiqamiz xudo xolasa. Qolganlarini ham agar vaqtimiz bo'ladigan bo'lsa, dars sifatida ko'rib chiqamiz, tarjima qilib. Platonning ba'zi shogirdlari ustozlarining uslubini taqlid qilib asarlar ham yozishgan va Platonga nisbat qilishgan. Ya'ni bu asarni Platon yozdi deyishgan. Nimaga? O'sha paytda ham hatto islom faylasuflarining davriga ham qaraydigan bo'lsak,
ustoz o'lgandan keyin, ya'ni mashhur faylasuf o'lgandan keyin shogirdlar asar yozishadi. Lekin ustozining nomi bilan chiqarishadi. Nimaga? Chunki u odam mashhur. Hozir ham shunaqa narsa borki, mashhur odamning aytgan gapi tez tarqaladi. Bugun ham xuddi shu narsa bor. Bundan 2,5 ming yil oldin shu narsa bo'lgan ekan. Shuning uchun shogirdlari asarlar yozib Platonga nisbat qilishadi. Hatto mana shu Platonning asarlari degan asarlarning ham ba'zilari shogirdlarga tegishli bo'lishi mumkin ham deyiladi. Xo'p, himoya va maktublardan tashqari barcha asarlar dialog shaklida yozilgan. Ksenofon, Antisfen, Eshkin, Aristip va Suqrotning boshqa shogirdlari ham dialoglar yozganlardan kelib chiqib, bu o'ziga xos yozuv janri Sokratning ta'lim usulidan kelib chiqqanligi aytiladi. Qonunlardan tashqari barcha dialoglarning bosh qahramoni Sokrat bo'lib, hech birida Platonning o'zi ishtirok etmaydi. Dialoglar 6 tasi bundan mustasno, unda ishtirok etuvchi shaxslardan birining ismini olgan. Bu shaxslar oxirgi davrga oid 3 ta dialoglardan tashqari tarixiy shaxslardir. Umumiy qabul qilingan fikrga ko'ra, boya ham aytdim, erta davr asarlarida Platonning, Suqrotning fikrlari yoritilgan deyiladi. Kech davr, ya'ni Platon qarigandan keyin yozgan dialoglari o'zining fikrlarini aytgan deyiladi, yoritgan deyiladi. Yevropa falsafasi an'anasining eng sog'lom ta'rifi Platon asarlarida yozilgan izohlar to'plamidan iboratdir deb aytgan 20-asrning eng mashhur faylasuflaridan biri. Whitehead shunday deydi. Umuman Platon g'arb falsafasining tamal toshi hisoblanadi. Har bitta faylasuf Platonga murojaat qiladi. G'arb falsafasi har bitta faylasuf. Bundan boshqa imkon yo'q. Tarjimada hatto islom faylasuflari ham biroz Platondan juda ham ta'sirlanadi. Aflotun ilohiy ham deyshadi hatto Platonga. Xo'p. Xullas shunaqa. Endi bo'lsa mana bu 4 ta asarni, 4 ta dialogni qisqacha ko'rib chiqamiz keyingi videoda. Hozircha shulardan iborat edi. Biz aytmoqchi bo'lgan gaplarimiz shular edi. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar. Keyingi videomiz ham mana bu Sokratesning savunmasi, himoyasi, Eutifron, Kriton, Fedon haqida qisqacha ma'lumotlarga bag'ishlanadi. Undan keyin bo'lsa asarlarni boshlaymiz. Xudo xolasa maksimum 6 ta darsda tugatamiz, balki 7 ta dars bo'lar, tugatamiz hammasini. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.